Angliya Premyer Ligasida qolish uchun kurashayotgan Nottingham Forest, Yevropada 9 ta o'yindan beri g'alaba qozonib kelayotgan Aston Villani yarim finalda mag'lubiyatga uchratdi. Forestning Yevropa Ligasida yo'qotadigan narsasi yo'q. Ularning bosh maqsadi Premyer Ligadan tushib ketmaslik. Hech kim ulardan Yevropada g'alaba qozonishini kutmayapti. Shu jumladan Aston Villa ham. Lekin Villa bunga bardosh bera olmadi. Portugaliyada Braga Freiburgni 2-1 hisobida yutdi. Hisob 1-1ligida Braga darvozaboni Freiburgning penaltisini qaytardi. Keyin Dorgeles gol urdi. 90-daqiqada bitta seyv o'yin taqdirini o'zgartirib yubordi. Javob o'yinlari payshanba kuni. Aston Villa o'z maydonida gol urishi kerak, bo'lmasa hammasi tugaydi. Freiburg ham Germaniyada g'alaba qozonishi kerak. Ikkala yarim finalda ham intriga tirik. Yevropa Ligasi bosimi hech qayerga ketgani yo'q. Shunchaki joy almashtirdi. Payshanba kuni u finalchilarni aniqlaydi. Kuzatib boring.